Ushbu jangdan so'ng yapon kikbokschisining oyog'i ko'k rangga aylandi. Barchasi Muay Thaining eng xavfli hujumchilaridan birining halokatli past zarbalari tufayli. Uning ismi Superlag, yangi avlod Tailand jangchisi. Hatto afsonaviy Rattan ham tan olgan. Lekin 65da uni hech qachon chekinmaydigan odam kutardi. Takeru yapon kikboksingining ramzi va dunyodagi eng tez zarbadorlardan biri. Birinchi soniyalardanoq ko'rindi. Superlag oyoqqa zarba beradi. Takeru esa yaqinlashib qo'llarini ishga soladi. Ammo Superlagning har bir past zarbasi iz qoldirardi. Takeruning oyog'i esa tobora qizarardi. Shunday bo'lsa-da, og'riqqa qaramay Takeru oldinga intilishda davom etdi. Yapon jangchi yarim jangni amalda bir oyoqda o'tkazdi. Jangning ikkinchi yarmida Superlagning kuchi kamayganida yapon samuray vaziyatni tenglashtirishni boshladi. Biroq ochkolar bo'yicha u baribir taylikka yutqazdi. Jangdan so'ng Takeru jiddiy oyoq jarohati bilan tibbiy karavotda olib ketildi.